O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 7-oktyabr kuni Turkiy Davlatlar Tashkiloti Davlat rahbarlari kengashining Gabala shahrida o'tgan navbatdagi yig'ilishida ishtirok etdi. Sammit mintaqaviy tinchlik va xavfsizlik shiori ostida o'tkazildi. Turkiy Davlatlar Tashkiloti sammiti ishtirokchilari turli tashabbuslarni ilgari surdilar va xalqaro siyosatning asosiy jihatlari yuzasidan fikr almashdilar. Sammit yakunlari bo'yicha Turkiy Davlatlar Tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlari Gabala deklaratsiyasini, Turkiy Davlatlar Tashkiloti Plus formatini joriy etish to'g'risidagi qarorni va Xalqaro Turksoy tashkilotini mustahkamlash to'g'risidagi qarorni imzoladilar. Gabala sammitining eng muhim voqealaridan biri Turkiy Davlatlar Tashkiloti Plus yangi formatini ishga tushirish to'g'risidagi qarorning imzolanishi bo'ldi. Moskva va Pekin Turkiy Davlatlar Tashkilotining kengayishi va mustahkamlanishiga shubha bilan qaramoqda. Pekin Anqaraning Turkiy birdamlik orqali Xitoydagi musulmon ozchilikning orasida milliy ongning o'sishiga turtki bo'lishidan qo'rqadi. Moskva esa Qozon va Ufadagi elita panturkistik g'oyalardan ilhomlanib qolishidan xavotirda. Dastlab Turkiyzamon davlatlar o'rtasidagi hamkorlik platformasi sifatida yaratilgan Turkiy Davlatlar Tashkiloti Anqaraning faol qo'llab-quvvatlashi tufayli kuchli quvvat oldi. Mohiyatan Turkiy etnik hamjamiyatga asoslangan mintaqaviy integratsiya arxitekturasi vujudga keldi. Turkiya Turkiy Davlatlar Tashkilotiga turk dunyosini mustahkamlash va uning Kavkazdan Markaziy Osiyogacha ta'sirini kuchaytirish vositasi sifatida qaraydi. Amerika bir vaqtning o'zida ham Markaziy Osiyo mamlakatlarini mustahkamlashi hamda Turkiyaning geosiyosiy mavqeini oshirishi mumkin bo'lgan panturkistik integratsiyasini qo'llab-quvvatlaydi. Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan jimgina ma'qullangan turkiy integratsiya Rossiya va Xitoyning Yevroosiyodagi hukmronligiga qarshi turadi. Turkiy Davlatlar Tashkiloti Rus va Xitoy ta'sirini to'xtatish uchun qulay vositaga aylandi. Ayni paytda Turkiya AQShning global geosiyosiy rejalarini amalga oshirmoqda.